Juda ham og'ir savol. Ayolni turbasi yopiq, erkak urug'i 0 bo'lsa, qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak? Endi bu yerda holatdan kelib chiqib oilani o'zini ijtimoiy holatidan, oilani o'zini moddiy imkoniyatlaridan va er-xotin bir-biriga bo'lgan munosabati kelishib olganidan kelib chiqib qilinadigan bir ikkita taktikli ishlar bor. Agar urug' 0 bo'lsa, bu agar obstruktiv azospermiya bo'lsa, ya'ni tuxum yo'llari, urug' yo'llari bekilganligi hisobida bo'lsa va ayolning yoshi eko qilish uchun yaroqli bo'lsa, bachadonlar yopiq bo'lgan holatda tabiiy homila bo'lish uchun ko'prik yo'q. Biopsiya qilib spermani olib, eko orqali ayolning follikulalarini olib urug'lantirib homiladorlik qilsa bo'ladi. Lekin ayolning yoshi katta bo'lsa-chi degan masala bor. Ya'ni eko qilish uchun tuxumdon zaxiralari yetmaydigan holatlar bor. Bu masalada men er-xotin o'ziga shaxsiy tushuntirib beraman va anonim holatda suhbat olib boriladi xonada. Erkak urug'ida sekretor azospermiya, ya'ni moyak ichini ochganda ham sperma hujayralari aniqlanmasligi holatlari bo'lganda, bu juda ham qiyin masala, bu juda ham og'riqli masala. Bu holatda ham er-xotin orasida anonim suhbat olib boriladi va oilani o'ziga dunyo tibbiyotida qilinadigan hamma holatlar, hamma vaziyatlar tibbiyot uchun ishlatiladigan, mana shu sizni oilangizga yordam berishi mumkin bo'lgan butun dunyoda nima ish qilinsa, men variantlari mana bu joyda bunaqa narsa bor, bu joyda bunaqa narsa bor. Hammasini etap tushuntirib beraman. Qaysi variant sizlarga ma'qul bo'lsa, shu variant bo'yicha men ishimni davom ettirib ketishim mumkin.